Hurmatli o'quvchilar, abituriyentlar, bugungi mavzuyimiz energiya almashinuviga bag'ishlanadi. Energiya almashinuvi to'liq holatda sizlarga olib berishga harakat qilaman. Birinchi biz energiya almashinuvini 3 ta bosqichni ko'rib chiqamiz. Shulardan birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi. Demak, tayyorgarlik bosqichiga e'tibor bering. Hazm organlarida kechadi. Ya'ni o'sha biz oqsil, yog', uglevod iste'mol qilamiz va ular fermentlar tomonidan parchalanadi. Va biz e'tibor bering, og'iz bo'shlig'ida kimyoviy o'zgarishga uchraydigan modda uglevod. Ya'ni uglevod og'iz bo'shlig'ida kimyoviy o'zgarishga uchrab, oshqozonda uglevod parchalovchi ferment bo'lmaydi, vorsinkalar mana shu ichaklarga o'tib, keyinchalik o'zgarishga uchraydi. E'tibor bering, birinchi bosqichda oqsillar aminokislotalarga parchalanadi, to'g'rimi? Yog'lar esa yog' kislotalarga, polisaxaridlar monosaxaridlarga parchalanadi va bunda kam darajada qancha issiqlik energiyasi tarqaladi. Va bunga e'tibor bering, mana shu birinchi, ya'ni tayyorgarlik bosqichi hazm organlaridagi issiqlik energiyasining 100% tarqalib ketadi. Ya'ni bunda hech qanaqangi energiya nima bo'lmaydi, to'planmaydi, hammasi issiqlik sifatida tarqaladi. Ana endi ikkinchi bosqich, glikoliz bosqichiga e'tibor bering. Anaerob, kislorodsiz, achish, to'liqsiz desak ham to'g'ri bo'ladi. Bu sitoplazmada kechadi. S6H12O6 mana shu glyukoza potensial energiyasi 2800 kilojoulga teng va buning formulasi 2 ta ADF, 2 ta fosfat kislota qoldig'i, fosfat kislota va bundan mana hosil bo'lyapti 2 ta sut kislotasi hamda 2 ta ADF va 2 ta suv va issiqlik energiyasi. E'tibor bering, dastlabki energiya qancha edi? 2800 edi. Endi mana bu yerda 200 kilojoul, ya'ni 200 kilojoul 40% mana shu ATF tarkibida to'planyapti 40%. Bunda 200 kilojoul. Ya'ni biz e'tibor bering, mana 2800 dan 200 ketsa 2600 qolyapti. Hali bu to'lig'icha parchalanib ulgurmagan o'sha sut kislota, ya'ni nima miqdori? E'tibor bering, bu yerda mana chala parchalanishda 2 ta ATF hosil bo'lyapti. Shundan e'tibor bering endi. 80 kilojouli ATF tarkibida to'planyapti. Ya'ni 80 kilojoul. Bundan 120 kilojoul energiya, issiqlik energiyasi sifatida nima bo'ladi? Tarqalyapti. Ya'ni 40% ATF tarkibida to'planyapti energiyani, 60% esa o'sha issiqlik energiyasi sifatida nima bo'lyapti? Tarqalyapti.